Короче, men qassobni ko'ndirdim. Mana shu navoz, arqalan qaranglar, to'lganni qaranglar navoz. 42 millionga olingan ekan, Chaloqo'rg'onda boqilibdi. Qassobni ko'ndirdim, aka deb internetga qo'yaylik shuni dedim. Hozir mana xuddi shuni kilosini to'g'ri topgan insonga 2 kilo xohlagan joyidan, xohlasin lahm, xohlasin qovurg'a 2 kilo beramiz. Bugun kechqurun navoz so'yib nimaga qo'yib qo'yaman. Siz menga yozingizlar necha kilo ekanligini. Ilohim sog' bo'linglar, charchamanglar. Navoz zo'ri, dehqonga katta rahmat lekin. Mana haqiqiy navoz boqish bunaqa bo'ladi-da, bor-ku. 42 millionga olingan. Plani bo'yicha menimcha 400 kilodan ziyod, 500 dan ziyod bo'lsa kerak menimcha. 500 dan atrofida bo'lsa kerak. Men ham bilmadim. Pastda yozib qo'yasizlar kommentariyaga kim to'g'ri bajarsa, to'g'ri yozsa, Telegram kanalida qo'yganlar o'zim lichkamga yozingizlar, Instagramdagilar kommentariyaga yozamiz. Sog' bo'linglar. Kechqurun aniqlashtiramiz o'sha profil egasini.